Diqqat, xalq uchun ajoyib xushxabar. Hali bunaqasi bo'lmagan. O'zbekistonda go'sht narxi arzonlashdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, xushxabar. O'zbekistonda kartoshka, pomidor, bodring, go'sht, fili kabi mahsulotlar arzonladi. 2025-yilning iyun oyida Toshkent shahridagi supermarketlarda oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining o'zgarishi haqidagi ma'lumot berildi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar universiteti mutaxassislari 2025-yilning iyun oyida Toshkent shahridagi yirik supermarketlarda 21 nomdagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining o'zgarishini ko'rib chiqdi. Monitoring natijalari 9 nomdagi mahsulot bo'yicha minimal narxlar o'tgan oyga nisbatan pasayganligini ko'rsatdi. Shunday qilib, oqbosh karamning minimal narxi 64,2%, pomidorniki 44,7%, bodringniki 36,5%, lavlaginiki 21,5%, bananniki 13%, olmaniki 8,4%, guruchniki 7,3%, mol go'shtiniki 6,3%, kartoshkaniki 6% ga pastlagan. 6 mahsulotning eng past narxi o'zgarishsiz qolgan. Bular bug'doy uni, grechka, makaron, tuxum, margarin, kungaboqar yog'i. Tahlil 2025-yil 7-may va 12-iyun kunlari o'tkazilgan monitoring ma'lumotlari asosida amalga oshirildi. Eslatib o'tamiz, bir necha kun avval videoselektorda prezident go'sht, sut va tuxum narxlariga to'xtalgan edi.